voy begim bo'lsa kerak. Darvozani tezroq ocha qo'ying. Siz ichkariga kiring. Menga ber. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi? Rahmat. Ertalabdan beri ish qilib bugun yetib kelsin deb yo'lingizga ko'z tikib o'tiribmiz. Rahmat. Voy. Kelin bola ko'rinmaydilarmi? Iye. Hali begimmi xabarlari yo'qmi? Kelin bola to'ygacha jamolini qalig'iga ko'rsatishi mumkin emas. Qani, to'rga o'ting. Joyiz begizni yonida. O'tiringlar. Qani amin. Iloyo qo'sha qaranglar. Parvardigor sizlarga qo'sha pahlavon o'g'illar va oyjamol qizlar ato etsin. Amin. Allohu akbar. Qani, endi kelinga degan sovg'angizni bermaysizmi, kuyov? Garchi bu sovg'am niholdek yosh dilbar qallig'imni charosdek ko'zlari bilan bir qiyo boqishiga arzimas ham, men buni chin dilimdan tuhfa etaman mahbubamga. Rahmat begim. Bugun men bu yosh qallig'imni onalik mehri bilan o'z bag'rilariga olgan, yomon kunlarda achchiq so'z aytib uni dilini ranjitmagan mehribon xotinlarimni ham unutmadim. Bu sizga. Rahmat begim. Bu sizga. Rahmat begim. Voy, buni qarang, chiroyliligini. Buni qarang.